Avvalambor assalomu alaykum bizning aziz obunachilarimiz, sayohatlarimizni yoqtiradigan obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan birgalikda Guanzhou shahrining eng gavjum ko'chalaridan biridamiz va bugun sizlarga biz kechki Guanzhou shahrini kruzda, ya'ni kemada sayohat qilib ko'rsatamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, like, podpiska bosishni unutmanglar. Qani unda boshladik. Bizning kemamiz xudo xolasa ozginadan keyin, ya'ni 45 daqiqalardan keyin bizning kemamiz keladi va biz kemalarimizga o'tiramiz. Guanzhouni kechqurun kemadan o'tirib tomosha qilishni boshlaymiz. Hozirgi holatda mana bunday ko'rinishda Guanzhou. Shu yerdan o'tirib ketamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, chiroyli kontentlarni sizlarga chiqarishni davom ettiramiz. Hozir sizlarga o'sha kruzga bilet olish qanday qilib bilet olsa bo'ladi, shuni o'rgataman. Hop, biletlarimizning narxlarini sizlarga обязательно yozib qo'yaman, dollarda, so'mda qancha bo'lishini. Hop, xuddi mana shunaqa biletlarni sotadigan odamlar ham bo'ladi, ulardan olsanglar ham bo'ladi. Ozgina yurganinglarda asosiy o'sha kemaga o'tiradigan joylarda sotiladigan biletinglar ham bor. Mana bu yerda ko'rishinglar mumkin. Xuddi mana shunaqa kruzlardan bittasi menimcha bizaniki ham. Hozir bizdan oldingilari keldi. Ular jo'nab ketishadi. Bulardan keyingi reysda biz jo'nab ketamiz. Xo'p, hozir sizlarga biletlarning narxlarini va u qanaqa qilib olinishlarini ko'rsataman. Qani unda hozir sekin boramiz. Mana bu yerda bir opamiz jonli efir qilyapti. Askarlarimiz bor. Hop, biletlarimizni xuddi mana shu yerdan olamiz. Sizlarga ko'rsataman. Mana bu yerda yozib qo'ygan o'zi vaqtlari qanaqa, hamma narsasini ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda 148 yuan, 128 yuan, 128 yuan ko'rishingiz mumkin. Bemalol o'sha o'zingizlarning yoqtirgan, misol uchun shu soatda bo'lsa, o'tib sotsangiz bo'laveradi. Mana ko'rishingiz mumkin, biletlarimizni oldik 19:25 ga va biz hozir ozgina aylanamiz va 10 minut oldin kelish kerak ekan, kruzga chiqishdan oldin. U yerda bizga ichimliklar, shu sneklar tarqatishar ekan va 1 soat atrofida aylanar ekanmiz. Xo'p, kruzimiz boya aytganimdek shu yaqin atrofga kelar ekan. Bugun YouTube'da juda ham qiziq kontent bo'ladi va vaqti ozgina cho'ziladi, chunki 1 soatlik sayohatni sizlarga chiroyli qilib ko'rsatamiz. Bizga obuna bo'lishni, biz bilan bo'lishni davom ettiring. Bu videoni maslahatim umuman o'tkazib yubormanglar. Maza qilib o'tirib tomosha qiladigan Guanzhou shahri deganda nimalarni ko'rishingiz mumkin kechki paytda degan savolingizga javob bo'ladigan videolar bo'ladi. YouTube kanalida YouTube'ga kirganingizdan keyin xohlagan Guanzhou City deb yozsanglar, ko'p kishi aynan mana shu binoni rasmini qo'ygan, mana shu binoni rasmlarini qo'yib videolarni olishadi. Kechki payt bo'lyapti va kruzlarning chiroqlari yonda, atrofni ko'rishingiz mumkin. Odamlar yuguryapti. Havosi bu yoqni qolgan shahar markazlariga qaraganda ancha salqin. Bemalol kechki payt kelib Guanzhouni tomosha qilishingiz mumkin. Hozir men sizlarga ko'rsataman kruzimizning ichki ko'rinishini va o'shani atroflarini, kruzni qanday ko'rinishida. Mana bu o'sha bitta misoli Guanzhouni kruzlardan, o'sha kemalardan bittasi. Odamlar videolarga olishyapti. Menimcha hozir shu 20 daqiqalardan keyin, qorong'u bo'lgandan keyin atrof juda ham chiroyli bo'ladi. Kemaning ichini ham sizlarga ko'rsataman. Bizdan uzoqlashmanglar. Kemaning ichida uchrashguncha. Hop, biz kemamizga chiqyapmiz. 2-etajda ekan bizaniki. Yana ham chiroyli ko'rinadi. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ko'rsatamiz. Bu bizani kemamiz. Hamma sekin chiqyapti. Ko'rishingiz mumkin. Boya ko'rsatgan binoyim mana bu. Hozir xudo xolasa oldiga ham borib sizlarga
sekin ko'rsatamiz. 还是注意安全。啊，小心脚下，小心脚下。应该出的都能多。Navbat bilan ko'rsataman hozir. 小心脚下，慢点拉紧安全，快灯闪。Bu birinchi qavatining o'tirishi. Biz hozir ikkinchi qavatga chiqamiz. İkinci qavatga chiqqan paytingizda xuddi mana shunday manzaralar ko'rinadi. Hop, bizaniki birinchi stol ekan. Mana xudo xolasa stollari mana shu ko'rinishlari mana shunaqa. Ko'rishingiz mumkin. Yaxshi, juda ham chiroyli, toza, ozoda. Bizaniki mana 225 mana shu yerda. 尊敬的各位游客，大家晚上好，欢迎乘坐广州公交集团客轮有限公司的游船状元坊。今天将由我陪同各位从中大码头出发，向东至猎德大桥，掉头返回西至中山大学。游船行程约60分钟。由于游船环境比较特殊，游船配备了齐全的消防和安全设备，况且在游船上特定位置均有明显标识。接下来将由我们工作人员为您演示有声音的穿着方法，请楼层工作人员做好准备。 Tashqarini ko'rishingiz mumkin. Atmosfera nima deyapti? Juda ham chiroyli. Xudo xolasa sizlarga sekin ko'rsatishni boshlayveramiz. Oxirgi marta Istanbulda chiqqan edim. Istanbulda ham xuddi shunaqa kruzlar bor edi, juda ham chiroyli edi. Va bugun Xitoyda sizlar bilan birgalikda kruzga chiqamiz va kruzimiz harakatlanishni boshladi. Uchinchi qavati ham bor ekan. Uchinchi qavati panorama, полный tepalardan ko'rinadi. Uchinchi qavatga joy qolmaganligi uchun bugun ikkinchi qavatdan oldik. Xudo xolasa keyingi videolarimizda yana ham shu uchinchi qavatlarga chiqib qanaqa ko'rinishlari o'shalarni ko'rsatamiz. Bu kruzimiz 1 soat taxminan yuradi va o'sha eng ko'p turistlar boradigan joylarni o'sha kechqurun sizlarga ko'rsatadi. Bizlardan uzoqlashmanglar. Like, podpiska, kommentariy yozinglar. Bizlarni qo'llab-quvvatlagan hammaga kattakon rahmat. Hali sayohatimiz davom etadi. Chiroyli joylarni, boya ko'rsatgan binolarimni, Canton Tower'ni yaqindan ko'rsataman va undan ham chiroyli joylarni sekin-sekin sizlarga ko'rsatishni davom etiraman. Aytishlari bo'yicha bu yerda hozir konsertlar bo'ladi va shu chiroyli joylarda to'xtab o'sha joylarni tushuntirishadi bizga. Biz ham sizlarga qo'limizdan kelgancha o'sha joylarni tushuntirib borishni davom etamiz. Ketdik ichkariga. Boya mana buni ko'rsatyaptim sizlarga. Bu tarafdan ham sizlarga ko'rsatay. Boya biz xuddi shu yerdan o'tirdik. Hozir mana sekin uzoqlashyapmiz. Sizlarga sekin ko'rsataman. Fotoapparatchilar. 尊敬的各位游客，您好！3楼露天观景平台上有少量这些票一，欢迎您前往克罗森选购，或者你也可以直接扫描桌上的二维码进行下单。届时我们将会为您提供送餐到桌的服务，祝您旅途愉快。 ko'rsataman. O'zimizning qora choy.尊敬的各位游客、各位来宾，大家晚上好！欢迎大家乘坐本次航班游览珠江两岸的美景。
为了感谢广大游客对游船公司的支持，在航班期间会为大家举办了一个游船摄影拍照活 Hamma 动。 tashqariga chiqqan, tashqarida shu videolarni olyapti, 摄影师为大家 ko'rsatyapti. Mana bu yerda fotosessiyalar olsa bo'lar ekan, mana bolalarning fotosessiyasini olishyapti. Mana yaqindan ham sizlarga ko'rsatay. Baribir kechqurun chiroqlar yongan paytda shahar boshqacha chiroyli ko'rinadi. Nima deysizlar? Bu yerga o'tishga ruxsat yo'q ekan. Mana shu binoni oldiga borganimizda sizlarga mana ham yaqindan ko'rsataman. Bu Guanjoni timsoli sifatida ham olishadi bu binoni. Chunki deyarli YouTube'ning barcha videolarida aynan shu binoni qo'yishadi. Mana bu yerlarda kichkina restoranlar, ovqatlanish joylari, ko'ngilochar joylar. Biz o'sha joyga yaqinlashyapmiz. Odam albatta o'ziga dam berib turish kerak, chiroyli joylarni ko'rish kerak. Shunda ishga motivatsiya bo'ladi va yana ham yaxshiroq ishlar, yana ham yaxshiroq joylarni ko'rgisi keladi. Boya sizlarga ko'rsataman yaqindan degan joyim aynan mana shu bino. Bizning O'zbekistondagi telebashna binosiga o'xshab, bu ham shu Osmono'par Guanjodagi binolardan biri. Mana biz hozir yuqoriga chiqdik. Yana yuqoridan ham juda ham chiroyli ko'rinadi. Sizlarga hozir ko'rsataman. Shahar ko'ryapsizlarmi? 过了海心桥，是这样我们去哪里面前的就是新阳城八景之首的塔窑新城广州塔。广州塔或者是广州亲切的称它为小塔。 Bu yerda ichimliklar, har xil 广东省博物馆、广州图书馆、广州第二城博物馆、八景区两相互应，是广州现代高点。广州塔塔高600米，具有小厦门的主体面，上座电视针旋转145度，广州塔身上。 fotograflar bor mana bu yerda. Rasmga tushyapti. mana bu yerda boya suratga tushayotganlar 40 yuandan ekan har bitta surat. Endi bilasizlar, turistik joylarda narxlar ozgina qimmat bo'ladi. Ham rasmni chiqarib berishar ekan, ham sizga shu uni tashab berishar ekan, elektron variantini sizlarga tashab berishar ekan. Kechqurun shahar juda ham chiroyli. Albatta hammanglarga bir marta hayotingizda bo'lsa ham kelib o'zingizlarni ko'zinglar bilan ko'rishni tavsiya qilaman. Chunki videolarda ko'rgandan ko'ra ko'z bilan ko'rgan boshqacha odam quvnaydi. Yaxshi emotsiyalarni olib, yaxshi motivatsiyalarni olib, yana ham yaxshiroq ishlashga harakat qiladi. Sizlarga videoga olyapman, lekin bir tarafdan o'zim tomosha qilib, o'zim hayron qolyapman. Chunki juda ham chiroyli baribir shahar. Mana sizlarga hozir ko'rsatamiz. Adashmasam 2019-yil Guanjoga kelganman bundan oldin. Amerika posolstvasi uchun hujjat topshirganimda, studentskiy hujjat topshirganiga kelganman.
2 kecha qolib qaytib Nanjing shahriga uchib ketganim uchun aylanishga boshqaga vaqtim bo'lmagandi. Alloh nasib qilib mana bugun keldik Guanzhouga, shu aylanib sizlarga chiroyli joylarni ko'rsatishga davom ettiryapmiz. Xudo xolasa bizani kuzatishga davom ettiringlar. Qayig'imiz shu ko'prikning oldida hozir to'xtadi. Ko'rishinglar mumkin. Bu yoqdan shu yangi yo'lovchilar mana shu bortdan chiqishar ekan. Yo'lga chiqishar ekan va yana yo'lni davom ettirar ekanmiz. Bizning kemadagi sayohatimiz yakunlandi. Kemadan tushib oldik. Endi daryo bo'ylab sekin piyoda ozgina shahar aylanamiz. Sizlarga ko'rsatamiz. Agar xuddi mana shunday kontentlar sizlarga yoqayotgan bo'lsa, buni albatta kommentariyalarda yozib qo'yinglar. Xitoydagi yosh oilani qo'llab-quvvatlash uchun bizning Instagram va YouTube kanallarimizga albatta obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlarning har bitta yozgan kommentariyalar, bosgan layklar biz uchun muhim, bizga motivatsiya beradi. Xuddi mana shunaqa chiroyli videolarni olishimizga sabab bo'ladi. Bizani qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Instagramda, YouTube'da bizani kuzatinglar, chunki biz sizlarga foydali kontentlarni, qiziqarli kontentlarni olishni davom ettiramiz. Bizani shu kungacha qo'llab kelayotganlar 7,5 mingta obunachimiz bo'libdi YouTube kanalimizda. Bizani kuzatib kelgan har bir kishiga kattakon rahmat. Xudo xolasa mana shu oy avgust oyida biza 10 ming bo'lishni maqsad qilganmiz. Xudo xolasa sizlarning yordaminglar bilan o'z maqsadimizga erishamiz. Qo'llab-quvvatlab kelayotganlarga yana bir marotaba kattakon rahmat. Kechki Guanzhouning ko'rinishi mana shunday.